keyin bitta narsani shuncha yil davomida tushunib yetdim. Endi hamma bilsa kerak menimcha. Green karta bu lotereya. Ya'ni shuncha odam dunyo bo'yicha 100 mingta odamga beriladi. 100 mingta odamdan 55 mingtasi ketadi faqat. O'zbekistonga o'tgan yili 5600 ta green karta uchun viza berilgan. Ya'ni umid qilib qolmang green kartadan. Umid bo'lish kerak, lekin 0.01% ga to'g'ri keladi sizga green karta chiqmasligi. Shuning uchun faqat hamma e'tiboringiz o'shanda bo'lmasligi kerak. Shunchaki bu omad. Omadingiz kelsa Amerika sudib bo'ladi, yangi hayot. Agar o'xshamasa ham farqi yo'q, o'sha hayotingizni to'g'rilashda davom etaverasiz. Boshqa til o'rganishni boshlaysiz, ingliz tili. Hozircha shu.